texnikamni bilish uchun. Beravering. Xullas, pul kerakda, texnikangizni menga o'rgating. Mana ko'rasan, uzoq-uzoqlardan kelishyapti texnikani o'rganish. Qaranglar, men chestno noto'g'ri yozibman, lekin bu hech narsani hal qilmaydi. Men o'zim yozgan texnikam, men ham shu Rimsdan o'rgandim. 72 soatda pul keladi dedi. Menda уже bir kunda где-то bir 10 soatdan keyin pul keldi. Shuni bittada kartamga pul tushdi, shiq etib. Men bu texnikaga rostdan ishondim. Siz ham muhokama qilmasdan prosta ishonib bajarasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Bo'ldi dedim-ku. Tez pul keldi texnikasi. Men 24-chysloda qildim. 72 soatda pul tushishi kerak, lekin menga 10 soatda tushdi. Endi sizga ham o'rgataman buni. Qanaqa qilamiz? Hamma joyga yozib chiqaman. Nomi tez pul keldi deb yozasiz. Tez pul keldi. Miya tez pul kelishiga ishonadi. 72 soat yozasiz. 72 soat. Ismingizni yozasiz. Endi бесконечно chizamiz. Чтобы bizga pul kelishi uchun. Chizaverasiz. Tez pul keldi. Tez pul keldi. 72 soat chizganingizdan keyin xayolingizdagi summani yozing. Masalan, 10 million. 6 ta joyiga yozasiz. 10 million. Yozdingiz-a? 1 2 3 4 10 million. Bo'ldi. 1 2 3 4 5 6. Yozdik. Endi nima qilamiz? Amalga oshsin. Bo'ldi. Yozasiz bugungi chislo 27/06/2026. Qo'lingiz qo'yib qo'yasiz. Xohlasangiz buni 1-2 marta yozing, xohlasangiz 1 martani o'zi ham yetadi aslida, lekin miyangiz tezroq ochilishi, buni qabul qilish uchun 2-3 marta yozsangiz zo'r bo'ladi. Men 3 marta yozganman. Menda bir kunda 10 soatda keldi. Oson texnika, tezroq amalga oshadi, pul bloklaringiz ochiladi. Agar shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, menga obuna bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun yangi texnikalarni o'rganib, o'zimda sinab, sizlarga o'rgataman. Beravering savolingizni. Kecha aytgan texnikangiz bormi, Ahmed? Qo'l bashida qoldi.